Pangtung ölmegen bolsa Liu Bei elni birlikka keltira olamdi. Qissa qildi bayon. Yotgan ejderha bilan Chüysumruqdan birsiga erishsang elni birlikka keltira olaysan. Biroq bu yerda Liu Bei ikkinchisiga erishib turibmi elni birlikka keltira olmadi. Chunki Pangtung baldır o'lib ketdi. Shunami navada Pangtung undaq baldır o'lib ketmagan bo'lsa, bu Pangtung Simayini mag'lub qila olamdi. Liu Bei mu elni birlikka keltira olamdi. Endi bu yerdagi Zhuge bilan Pangtung ikkilisini aytib qaltis danışmanlar bizmi bilamiz. Biroq bu yerda Yizhou Shichuanlarni olgandan keyin bu yerda Pangtung nayt baldurlar o'lib ketdi. Shuning bilan Liu Beining qish odam yetishmaylik tufaylidan bu yerda Zhuge Zhang Feilarni akeldi. Jingzhouga amalsiz Guiyu'ni qartib qo'ydi. Belki bu yerda sizlar o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Navada Pangtung o'lmagan bo'lsa, bu Pangtung bilan Zhuge Liang ikkisidan birisi Jingzhou'ni beqib turgan bo'lsa, cho'qim bundaq bo'lmaydi deydi. Navada mana ikkisi hayot turgan bo'lsa, Jingzhou'ga kim qaraydi? Cho'qim Zhuge Liang qaraydi. Nimishqa? Chunki Zhuge Liangning davlat boshqarish, davlat idora qilish, ashliq to'plash, qo'shinni betish bu jihatdagi iqtidori Pangtungdan ortiq. Pangtungning harbiy mushavirlik taktikasi Zhuge Liangdan ortiq. Qarsak, Pangtung jangda qandaq vaqtda vahshiylik qilish, qandaq vaqt qorniyatlik qilish u bu jihatida ancha bak ortiq. Bu haqiqatan bir nejdak bir mushavir. Qarsangmi keyin Zhuge Liang Simayla o'z jang qilgan vaqtda bak ehtiyotjon, bak inchga, bak savrchan bo'lib ketdi. Shunami? Shunga Zhuge Liangning bundaq inchga ehtiyotjon mijazi Simayidek mudofiyaga nihoyat usta taşbaqidek tugilib oldigan, o'tchak kirib ketadigan bundaq bir mushavirni oldiga kelgan vaqtda esqatmay qoldi. Shuncha tasdiqda Shangpangu jilg'isida bir bo'ktirmani shunchalik uzoq vaqtda hozirlagan vaqtida Simay o'ladigan bo'ldi degandimi, bu yerda bir yomg'ir yig'ib, qisqacha yomg'ir yig'ib Simayning ta'likilib hayot qoldi. Biroq Pangtung qarsak bir qadar tavakkulchi, sal qorniyat, ilmikirga boy. Şuna yüz ölüp geçti mi? Liu Bei'ga Shichuan'ı qandaq qilish, nega qandaq hujum qilish, kimni qandaq ishiltish, Shichuan'ı ep bo'lgandan keyin Shichuan'ga danışmanlarning kimni ishiltish qadar hamma bosqichni bir-birlab oldin yezib qoldigan. Balkim Pangtung oxirida hayot bo'lgan bo'lsa, Chilianshandan chiqib urush qilgan vaqtda, eliq vaqt Weiyan Kunming'dagi esimda bo'lsa, men mush uduldikanlikni nima cho'qqisdi. Moshchoqdan 5000 lashkar bilan Moshchoqdan o'tib, Chang'anga bevosita hujum qilay. Siz soldan o'ngdan mashta hujum qilib, bevosita mashta hujum qilsak, cho'qim g'alaba qilmaymiz deydi. Endi bu yerda Kunming nayt ehtiyotjon bo'lg'achqa bu ish ma'qul deb, lekin Pangtung bo'lgan bo'lsa, cho'qim ma'qul deyishi, ham o'shunda qilish mumkin-di. Shundaq-ku. Endi bu yerda Pangtung bilan bu Simayni selishtirsak, Elik neyzi bilen kalkanның ziddiyetlik temsil gibi çıkılır. Yani Pangtung canındaki en güçlük neyze her kanda kalkandan tişi atıdır. Simay cahandaki en katı kalkan hiç kandak neyzi tişi atmaydı. Şuna bu ikisinin o'ttirsdagi jangning nurg'ullarning ko'gis bağlışı mümkün. Elbette bu ikisinin jangga hechnim tegil olmaydi. Sizlarcha Pangtung shunday hayot bo'lib, Simay bilan bir tutishib qolgan bo'lsa, sizlarcha kim yengadi? Bana bu dostlar Harvard'ın aile terbiyesi degan kitap, men 9-aydan o'tirilib olgan texi shunday gün ketdi. Bu nayt yaxshi balla aile terbiyesi jihatda eng qaltis kitaplarning birisi. Bu kitapni qattiq tavsiya qilma. Ikkinchi muhim nuqta, bu kitap faqat 9 mo kiras haqsiz. Menden Uyg'urcha kitap epaqallarni biladi, Urumchidan saqla hech qaysi kitapning kirasi haqsiz emasdi. Ham buningdek azan emasdi. Bu kitapning asli bahsi 45 koy. Biroq hozir faoliyat bahsi 9 mo kirasi haqsiz. Birdan-bir kirasi haqsiz. Eng azan, eng mazmunli yaxshi kitap do'stlar, men sizlarga qattiq tavsiya qilman. 9 mo bir qap şöyleyem mükemmeldi vardır. Şuna uyumlar saklap koyduğundan kim balam uqalar gellər bolsunmu setip edinler. Ben sani anca köpemez. Hem setlip tüyap bolğandan keyin qayta dep bersiniz kirasını, haqsız qilib bersiniz demenler. Manımdan azan kitap yok hazır.